Tayyor 3 xonali uy, Yevroremont, Novostroykada joylashgan. Yunusobod 7-kvartal, 3 xona, 5-etaj, 7 etajli Novostroyka. Orientirimiz esa Ideal magazini. Domimiz yo'l yuzida joylashgan. Yevroremont shunday tayyor kirib yashaysizlar. Patologlarimiz ham baland, patologimiz 320, umumiy maydonimiz esa 84 kvadrat metr. Xo'p, kirishimizdan uzun gabrazning koridorimizni o'ng qo'limizda birinchi, chap qo'limizda birinchi kuxnyamizga boshlanadi. Bu xonamizning razmeri 270 ga, uzunligi esa 5 metrdan oshadi. Chiroyli qilib kuxnya garniturlarimiz qilingan. Hamma joyda cho'pli pollarimiz bor, batareyalarimiz ham qo'yilgan. Bu esa sanuzelimiz razyenli qilingan. Bu esa mana hammomimiz. Bu esa zal xonamiz. Zalimiz ham keng, razmerimiz 4 metrga salkam 6 metr. Bu yerda mana o'zini visaychi balkoni ham bor. Bemalol chiqib manzarani tomosha qilsanglar bo'ladi. Eng keraklisi, oynalarimizni ikki tarafga qaragan, havo aylanishlari ham juda ham yaxshi. Bu esa detskiy xonamiz. Bu xonamizda faqatgina glukhoy tushgan. Bu xonamizning ham razmeri 260 ga 4,5 metr. Bu esa spalniy xonamiz. Bu esa mana spalniy xonamiz. Bu xonamizning ham razmeri 3,5 metrga 5,5 metr. Hamma xonlarimiz keng, remontimiz juda ham yaxshi. Yevroremont yo'l yuzida joylashgan. Narxga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 104.500 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.